Dunyoda har bir shaxs ustoz bo'lishi mumkin. Ya'ni kimdir boshqa biror bir kishiga nimadir o'rgatgan bo'lsa, biror bir yordami tekkan bo'lsa, yo'l ko'rsatgan bo'lsa, bu ustoz hisoblanadi. Lekin ta'lim tizimida ayniqsa bu ustoz deganning o'rni juda yuqori. Ona farzandni dunyoga keltirgansa, ustoz o'sha farzandni dunyoga ikkinchi marta keltiradi. Ya'ni ikkinchi marta uni osmonlarga ko'tarib kim bo'lishini, kelajakdagi o'rnini belgilab beruvchi asosiy shaxs hisoblanadi. Birinchi ustozim Karim aka deydi, Imomov. Boshlang'ich sinflarda 4 yil bizga ta'lim berib, ta'lim berish bilan birga men ayniqsa sport sohasiga, keyin har xil qo'shimcha tanlovlarda faol qatnashishga meni yetaklagan, o'rgatgan ustozim Karim aka Imomov hisoblanadi. Hozirgi kunda ham pensiya yoshida, lekin hozirgi kunda ham tetik, dadil sport bilan shug'ullanadi. Kerak bo'lsa ish joyimga kelib, uyimga kelib izlab turadi hozirgi kungacha. Men o'zim ham imkon qadar doimiy ravishda izlab turishga harakat qilaman. Endi bunga sal o'ylanish kerak ekan. Chunki ko'p-da bu. Men avvalo ustozlarimdan birinchi eng katta saboq degan ma'noda o'zimni har bir ustozimdan birinchi mehrni oldim. Ikkinchidan insoniylikni o'rgandim. To'g'ri, ta'lim olish, ilm olish, bilimni kuchaytirish o'z yo'liga. Bundan tashqari har birining birovning harakatidan o'zini tutishini, ikkinchisidan insonlarga mehrli bo'lishni, uchinchidan jamiyatda hayotda yurishtirishingizda insoniylik doimo sizda insoniylik belgilari ko'rinib turishini o'rgandim. Va buni hozirgi kunda o'zimning hayotimda, faoliyatimda doimiy ravishda qo'llab amal qilib kelyapman.